Prezident topshirig'idan so'ng vazirlar qanday avtomobillardan foydalana boshlashdi? Masalan, maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova shu paytga qadar Mercedes-Benz'dan foydalangan. Hozirda Umarovaning xizmat mashinasi Malibuga o'zgardi. Avvallari Mercedes-Benz'da yurgan oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov hozirda xizmat mashinasidan foydalanmayapti. Ammo yaqinda Malibu xarid qilish ko'zda tutilgani bildirilgan. Oldindan Malibuda yurgan tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov va uning o'rinbosarlari hozir ham Malibudan foydalanishmoqda. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Mercedes-Benz'dan foydalanmoqda. Ammo kelgusida GM mashinalaridan birini olish reja qilingani bildirilgan. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev 2020-yildan hozirgacha Malibudan foydalanadi. S-Class Mercedesda yurgan raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov hozir BYD Han avtomashinasidan foydalanmoqda. Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Ollayorovning xizmat mashinasi Mercedes-Benz'dan Trekkerga o'zgarilishi aytilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Sherzod Hidoyatov prezident yig'ilishidan avvalroq Mercedes-Benz'dan Malibuga o'tgan. Yillar davomida Malibuda yurgan qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov o'tgan yili BYDda yurishga qaror qilgan. Ammo topshiriqdan so'ng u yana Malibuga qaytgan. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev avval Toyota Land Cruiser Prado'da xizmat vazifasini bajargan. Hozir esa u ham Malibudan foydalanmoqda. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov BYD avtomobilidan foydalanadi. Tog' kon sanoati va geologiya vaziri Bobur Islamov Mercedes-Benz'dan foydalanmaslikka qaror qilgan. U tashkilot parkidagi mavjud mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan avtotransportdan foydalanmoqda. Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov ancha yildan buyon Malibudan foydalanadi. Mudofaa vaziri general-mayor Shuhrat Xolmuhammedov Chevrolet Trailblazer'dan foydalanadi. Sport vaziri Adham Ikramov davlat rahbari topshirig'iga qadar Mercedes-Benz'dan foydalangan. Hozirda Equinox xizmat avtomobiliga o'tgan. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov xizmat mashinasi ham Mercedes-Benz 222 dan Malibu 2 ga almashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vaziri Botir Qudratxo'jayev esa Travers'da yurishi ma'lum qilindi. Oliy sud raisi Baxtiyor Islamov, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyarov Malibudan foydalanmoqda. Bojxona qo'mitasi raisi Akmalxo'ja Mavlonov hozirga qadar xizmatda Mercedes-Benz rusumdagi avtomobillardan foydalangan bo'lsa, BYD elektromobildan vaqtincha foydalanishga o'tgan. Mazkur transport vositasi Malibuga almashtirilishi nazarda tutilgan. Adliya vaziri Akbar Toshqulov, transport vaziri Ilhom Mahkamov, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev, soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Akmal Burxanov ham Mercedes-Benz'dan voz kechib Malibuga o'tgan.